Kosmonavt bo'lish. Kosmonavtga mavzu yuzasidan aniq javob berish kerak, savol berish kerak. Ha, shu qiyin. Boshqa o'tish kerak emas. Barcha uchun qiziq bo'lgan savol: O'zbekiston qachon o'z sun'iy yo'ldoshini uchiradi? Bu uchun Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, aziz vatandoshlarimiz, tongingiz xayrli bo'lsin. Yana bir tongni omon-omon dasturi bilan birgalikda qarshi olishga qaror qilganingiz bilan sizni tabriklasak bo'ladi. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Albatta. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarni ajoyib va qiziqarli suhbat kutmoqda. Ertalabki tongingiz xayrli va omadli boshlansin. 11-aprel sanasi barchaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum jonijon ona vatanim. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, otaxon, onaxonlar va bizni erta tongdan tomosha qilayotgan barcha muxlislarimizga alangali salomlarimizni yo'llaymiz. Bizda ertalabki ruhiyat uchun badan tarbiya boshlandi qadrli do'stlar, chunki omon-omon jonli efirda. Azizlar, juma tongini biz bilan qarshi oldingiz va biz tongni zo'r bir kayfiyatda qarshi olishga hozirmiz. Buning uchun esa yetarlicha sabablarimiz bor. Bir necha mehmonlarimizning tashrifi, ular bilan kechadigan samimiy suhbat, ijodiy taqdimlar va ma'lumotlar ulashadigan suhbatlar ketma-ketiga bugun dastur davomida guvoh bo'lasiz. Xuddi shunday. Nima turimiz o'rta? Bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan agarda unutilmas voqealar bo'lsa, aynan sizni hayotingizda yoki bo'lmasam yaqinlaringizni umr yo'llarida biz albatta ularni quvonchlariga sherik bo'lamiz. Lekin faqatgina bizga uni bildiring xolos, chunki bizni maxsus Telegram botimiz uning uchun allaqachon sizni e'tiboringizni kutib turibdi. O'zingizni tabrik so'zlaringizni, dil izhorlaringizni bizga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa uchovlon ularni o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Albatta, dastur davomida salomlar, tabriklar, yaxshi niyatlaringizni albatta o'qib eshittiramiz va bizni mehmonlarimiz allaqachon biz bilan barobar tashrif buyurishni boshlaganlar. Demak, sanoqli daqiqalardan keyin mazmunli suhbatimiz ham boshlanadi. Hozir esa do'stlar, o'z o'rnimizni egallasakda, ilk yetib kelgan SMS-lar bilan tanishib chiqsak, nima deydi? Qonunda ketdik. Marhamat. Ketdik. Qadrli do'stlar, yana bir bora eslatib o'tamiz. Bugun 11-aprel sanasida tavallud kunlarni nishonlayotganlar bo'lsa, albatta bizga yozib qoldiring. SMSlar, nomalar ketma-ketligi bizda juda ham ko'p. Vaqtdan unumli foydalangan holda ularni o'z egalariga sekin-astalik bilan yetkazsak. Ruslanbek, nima dedingiz do'stim? Marhamat, boshlang do'stim. Xo'p, assalomu alaykum, omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari, tong xayrli bo'lsin. Bugun dadajonimni tavallud kunlari, iltimos tabriklab qo'ying. Ularni chin qalbdan yaxshi ko'raman. Onam bilan baxtli bo'lib, ota-onam bizni baxtimizga sog' omon bo'lsin deb yozib qoldirishgan. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanali omon-omon dasturi boshlovchilari, Bahodir aka, Rustam aka, Kumushxon, kadr ortidagilar yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimiz deb qo'yinglar. Surxondaryodan ashaddiy muxlisingizmiz, Qumqo'rg'on tumanidan sizni tomosha qilyapmiz. Iltimos, Zarnigor opamni bugun tug'ilgan kunlari, mashhura
nomidan tabriklab qo'ying deb kelgan ushbu xabar ro'parosa 5 dan 42 daqiqa o'tganda kelgan bizga. Lekin muxlislarimiz juda ham faolsiz. Bizni kadrda ko'rishingiz bilanoq bu haqida xabar yozgansiz. Ochig'i bu bizni xursand qilyapti. E'tiboringizdan juda ham xursandmiz. Xo'p, assalomu alaykum omon-omon ijodkorlari, qadrli boshlovchilar Bahodir Rustambek va Kumushxon kadr ortidagilar. Buni o'qib berdingiz menimcha. Buni o'qib berdim. Boshqa SMSga o'taman. Bugungi boshlangan kun sizlarga xayrli bo'lsin deya Zuhrabonu ushbu SMSni taqdim etganlar. Keyingi nomi Mohiradan yuborilgan Rustambek Bahodir Kumushxon, G'ijduvondan alangali salom. Nabiramiz Muattarxon 7 yoshga to'ldilar. Tabriklab qo'yishingizni so'rayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari. Qashqadaryo Yakkabog' tumanidan Qorasuv qishlog'idan sizni kuzatyapmiz. Bugun Ovsinjonim, voh, qanchalik mehrli SMS. Bugun Ovsinjonimni tug'ilgan kunlari Muhammadjon hamda Robiyaxon va ovsinlari Xurshidaxon nomidan tabriklab qo'ying. Iltimos, barcha ovsinlar orasidagi mana shunaqa opa-singil rishtalari mahkam bog'langan bo'lsin. Assalomu alaykum boshlovchilar. Hazillar bilan bugungi ko'rsatuvni boshladinglarmi? Rahmat kattakon. Boshladik. Assalomu alaykum omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari. Mindon qishlog'idan sizni kuzatyapmiz. Har doimgidek salomlarimizni yo'llab qo'ying. Iltimos. Salomlar Laylo hamda Shukronadan kelyapti. Xurshidaxon nomidan tabriklayapmiz. Ularni Ovsinjonlarini tabriklab bo'ldik bundan oldingi SMSda. Takroran yuborilgan. Termizdan kelgan salomlar bor va salomlarni Qo'rg'ontepa tumanidan Zuhraxondan ham qarshi olyapmiz. Andijon viloyatidan kelgan Zuhraxon, rahmat e'tiboringiz uchun. Bugun turmush o'rtog'im Erkinjon akani Shukrona kunlari. Iltimos ularni tabriklab qo'ying. 51 yoshni qarshi oldilar deb bizga Chustdan Sharofatxon opamiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Kumushxon ham tayyor turibdilar. Kumushxon ham. Telefon sotib oldingizmi siz? Qani mayli bir eshitaylik. Assalomu alaykum omon-omon ijodkorlari Bahodirjon, Rustamjon, Kumushxon. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qashqadaryo Guzordan Qahramon Poyonov. Assalomu alaykum. Qahramon aka. Muxlislarimizdan bilarim. Assalomu alaykum. Qashqadaryo Kosondan kuzatamiz. Eng zo'r boshlovchilarga omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Nigora kelini tabriklayman. Tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan. Kelinlar tug'ilgan kunimi deyman, Qashqadaryo kunimi deyman-da. Tabriklaymiz. Farg'onaga bir e'tibor qaratib qo'yamiz, chunki u yerdan SMS yuborilgan. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari va alaykum assalom. Sizlarga tong xayrli bo'lsin. Ijodingizga omad tilayman. Farg'ona viloyati Quva tumanidan Yorqiloy opangiz bo'laman debdilar. Farg'onaga salomlar. Xo'p, Qashqadaryoni endi o'qisam bugun boshlovchilar Qashqadaryoga e'tibor beradimi faqat deb o'ylab qolishlari mumkin. Faollar. Voy, Qahramon aka Poyonov ketma-ket SMS yozganlar. Andijondan ashaddiy muxlisimiz bor ekanlar. Nargiza opamiz assalomu alaykum. Sizga tong xayrli bo'lsin. Ular ham bizga salomlarni yo'llaganlar. Andijondan Nazira opa, biz ham sizni e'tiboringizdan xursandmiz. Bugun Zarnigor opamning tug'ilgan kunlari edi. Bu SMS qayta kelgan SMS ekan. Biz uni o'qib eshittirdik. Barchaga omad. Andijondan sizni kuzatyapmiz deb Xitoycha yozuvdagi nickname'dan kelgan ushbu nomi. Assalomu alaykum, Surxondaryodan Zuhriddinman, sog'-omon bo'linglar deb bizga yozib qoldirilgan SMSlar bor. Salom. Tojikistondan Xolboyev Muhammad bo'laman. Kumush opamga alohida salom. Voy, sizga ham alohida salom. Xursand bo'lib ketdingiz, unisini o'zimdan to'qib yuborgan edim lekin. Mayli, baribir xursandman. Mayli, shu yerdan bo'lsa ham salom yo'llanyapti har holda. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari va alaykum assalom. Samarqanddan alangali salom. Ozodaxon Isomiddinova bizga ushbu SMSni taqdim etganlar. Xo'p, Tojikiston Xolboboyev Muhammad Shahrinov Vahdat nomidan salomlar yetkazib qo'ysangiz debdilar. Umidaxon nega yo'qlar degan savol bilan murojaat qilganlar Mashhur opa. Umidaxon borlar, faqatgina dasturda birozgina o'zgarish, ya'ni o'zlarining dastur efir kunlarida albatta ular omon-omonda, ularni kuzatishda davom eting. Agarda uyg'ongan bo'lsalar, bizni tomosha qilayotgan bo'lsalar, Umidaxonga ham salomlar.
Umidaxonga salomlarimizni yo'llaymiz. Umidaxon, siz yo'qligingiz bilinyapti. Mana siz borligingizda choylar quyib berardingiz. Singlimiz Kumushxon. Hech qanaqa choy yo'q sizlarda. Choy bor. Choy. Choylar hisob. Kumushxon marhamat, bir ko'raylik endi. Yo'q, ovora bo'lmang, mayli turmay qo'ya qoling. Repetitsiya. Yana marhamat, bir ko'raylik. Bilib oladimi? Shart emas edi-da hozir. Yo'q, o'rganing. Shuni jonli efirda o'rgansangiz, ertaga kelin bo'lib tushgan xonadoningizda uyalmasdan, qaltiramasdan choy ichasiz. Kelinlik ham jonli efirda bir gapda, Kumushxon. Jonli efirda choy qo'ysam, keyin meni kelin qilishmaydi-da. Ko'rib. Yo'q. O'rganyapsiz. Bu jarayonni bo'lishadi ular. Yaxshi qo'yapsiz. Kam qo'yish kerak-ku, aslida ko'p qo'yardim lekin. Yo'q, mayli. Biz lekin choy so'radik, sho'rva emas. Sizlarga qani piyolangizni uzating deydi-yu. Piyolangda choy bo'lib, lablaringni kuydirsam. Voy rahmat. Sizni qo'lingizdan choy ichganlar bor, ichmaganlar bor, Kumushxon. Sizlar ichyapsizlar. Bilib olinglar shuni. Mana shunday a'lo kayfiyatda biz dasturimizni ekan, bir tatib ko'rib bahosini ham beramiz. Ichmaganinglar yaxshi. davom ettirishimiz mumkin. Oldinda sizni qiziqarli suhbatlar, rahmat kattakon, ajoyib bayramona kayfiyat taqdim etuvchi raqslar, qo'shiqlar va shu bilan birgalikda siz kutmagan bizni qadrli mehmonlarimiz tashrif buyurishadi. Bugun studiyamiz navbatdagi aziz mehmonlarni o'z quchog'iga oladi. Albatta biz intiqlik bilan ularni kutyapmiz. Lekin nimagadir haligacha bizga ishoralar yo'q. Ular studiyamizni bir tarafini to'ldirishni boshlashdi hattoki. Ular bir nechta bugun dastur davomida ularning har birlarining ijodiy namunalaridan bahramand bo'lamiz. Lekin biz ularni taklif eta olmayapmiz. Xo'sh, nimadan bahramand bo'lamiz dastur avvalida? Bugun juda zo'r narsalardan men shuni sezib turibman. Mening yurtim telekanali bilasizlarmi? Ko'plab yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlaydi. Aynan bugun ham bizni yosh bo'lishlariga qaramasdan o'zlarini yaxshi natijalarni qayd etishda hech qachon charchamayotgan ijodkorlarimiz bor. Ularni sekin-astalik bilan pog'ona ko'tarilib sizlarga tanishtiramiz. Teletomoshabinlarimizga ularning chiqishlarini ko'rsatamiz. Hozir biz dasturimizni bir chiroyli raqs bilan boshlasak, ana undan keyin esa yuqoridagi so'zimizni qaysidir ma'noda davomi bo'ladi, do'stlar. Xuddi shunday. O'sha Qashqadaryoga salom, Farg'onaga salom, Samarqandga salom degan viloyatlar nomi e'tirof etilgan salomlarni yo'lladik. Bu raqsda ham albatta u o'z ifodasini ko'rsatadi. Qaysi viloyatlarga biz sayohat qilamiz raqs orqali? Sizchi bizni qaysi viloyatdan tomosha qilyapsiz? Albatta buni SMS xabarlar orqali ma'lum qilishingizni so'raymiz. Biz sizni viloyatingiz, sizni manzilingiz nomini ham aytib, salomlarni yo'llashni bugun dastur davomida niyat qilib qo'yganmiz. Demak, qadrli do'stlar, Toshkentda O'zbekistonimizda soat millari 6dan 56 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Bu esa bizga omon dasturini allaqachon badiiy qismini boshlash kerakligi haqida xabar beradi. Demak, do'stlar, biz omon boshladik. Marhamat. Sahramizda esa Jasmin bolalar raqs guruhi. Marhamat, ulardan ajoyib tonggi tuhfani qarshi olamiz. Marhamat.
Kayfiyatlarim ko'tarilib ketdi. Bola bo'la turib bunaqa tez texnika gap bo'lsa. Erta tongdan, Albatta. Jasmin bolalar raqs ansambliga minnatdorlik bildiramiz hamda Kumushxon, mana shu oyog'ingizdagi oyoq kiyimingizni yetsangiz, bo'yingiz deyarli bir xil bo'lib qoladi Albatta, bular. shu uchun oyoq kiyim kiyib olganman. Feruzaxonga taklif beramiz biz o'zlarini bolalar jamoasiga sizni albatta qo'yishadi. Albatta Jasmin bir yon, Kumush bir yon bo'ladi hozir. O'rtada solistka bo'lib chiqaman. Feruzaxonga ham minnatdorlik bildiramiz. Mana shunday bolajonlarimizni ajoyib raqslarga o'rgatganliklari uchun. Bolajonlarimiz uchun bitta qarsak bo'lsa, qani telefonchilarimiz bilan birgalikda. Mazza qildik. Gap bo'lishim mumkin. Rahmat sizlarga, kayfiyatimizni ko'tardinglar. Umid qilamizki, tomoshabinlarimiz ham siz orqali mana shu raqsni tempida uyg'onib olishdi, haqiqiy tetiklikni his qilishdi. Sizlarga rahmat aytamiz. Kun zo'r o'tsin va kelajakda sahnalarni gullatib, ustozlarning ishonchini oqlab yurishingizga tilakdoshmiz. Ruslanbek, kun albatta zo'r o'tadi. Bunchalik raqsga tushgan ertalabdan bilasizmi, hozir badanda qancha qon aylanib, aylanib kelinglar endi o'tirib gaplashaylik. Yo'q, biz shiddatda turibmiz. Biz yuragimizdagi temp ham mana shunday tez bo'lyapti. Mahalliyam tempom yonib yotdi. Yonsin, kun davomida yonsin. Chunki o'sha tongdagi kayfiyat kun davomida bizga zavq beradi. Beji sport bilan boshlagan deyishmaydi-da. Mana sport ham, kayfiyat ham, qo'shiq ham, raqs ham hammasi bittada bo'ldi, do'stlar. To'ppa-to'g'ri. Xuddi shunday va shu o'rinda aytib o'tamiz, bugun omon-omon dasturini qadrli mehmonlari sizga o'zlarini qo'shiqlarini va o'zlarini ajoyib suhbatlarini taqdim etish uchun qadam ranjida etishadi. Shulardan birlari bugun ko'pchilik teletomoshabinlarimiz va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ko'rishgan bo'lsa kerak. Butun dunyoni aynan bizni ijodkorlarimizga e'tiborni qaratishga sababchi bo'lgan bir yoshgina ijodkor singlimiz borlar. O'zlari 11 yoshda edilar. 14 yoshda. 14 yoshda. 11 yoshlarda tanigan ekanman-da. 14 yoshda bo'lishlaridan 14 yoshda bo'lishlariga qaramay, bilasizmi? To'g'ri aytibsiz. 11 aytibmanmi? Shunaqa qilasizlar-da. Men gapirganimda xobdib turinglar sizlar. 11 yoshlariga qaramasdan butun dunyoni eng katta professorlarini ham hayron qoldirgan, lol qoldirgan bir singlimiz borlar. Yasminaxon Italiyada bo'lib o'tgan tanlovda Grand Prix sohibasiga aylandilar. Haqiqatan ham ularni chiqishlarini ko'rib, ularni katta sahnada o'zbekcha kuy qo'shiqlarni kuylaganlarini ko'rib, g'ururlanib ketdim, lekin faxrlandik. Hattoki tilga ham qiyinchilik tug'dirmasdan, til bilan ham qoqilmasdan har qanday tildagi taronalarni mahorat bilan kuylab, ularni maftun etganliklarini biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Hattoki o'sha voqea sodir bo'lganda biz jonli efirda omon-omon dasturida ularni qutlashga ham ulgurdik. Bu yangilikni yurtdoshlarimizga yetkazishga ham ulgurdik. Endi ular safardan keldilar. Ular Toshkentdalar. Ular omon-omon studiyasidalar. Dastur davomida albatta ular bilan samimiy suhbat bo'ladi, ijodiy taqdimlar bo'ladi va Italiya taassurotlarini ulardan eshitamiz, to'g'rimi, Kumush? Albatta, tayyormiz. Italiyaga siz ham borib kelgansiz-ku, Kumush, to'g'rimi? Juda chiroyli ko'chalar. 11 yoshlilar borishyapti, men qolib ketdim. Ha, siz hali 12 yoshga kech qoldingiz yana. Men ham qo'shiq aytishni o'rganishim kerak ekan. Demak, keling bo'lmasam Yasminaxonni taklif qilsak. Albatta, tayyormiz. Ta'kidlab o'tamiz. Bahodir bugun Yasminaxon bilan bir qatorda yana bir qancha mehmonlarimiz kelishadi. Keling dastur avvalida biz mehmonlarimiz haqidagi umumiy ma'lumotlarni ham taqdim etsak. Humoyun Rahimov ham bugun dasturimizda mehmon bo'ladilar. Ular o'z yo'nalishlari bo'yicha mutaxassis. Dastur davomida ulardan samimiy suhbat va sohasi bo'yicha ma'lumotlarni qabul qilib olamiz. Taronalar ketma-ketligi elimiz ardog'idagi ijodkorlardan bo'ladi. Xullas, bugun hammasi oldinda bizni kuzatishda davom eting. Hozir esa foydali maslahatlarga e'tibor qaratmoqchimiz. Undan keyin yuqorida ta'rifini keltirgan ijodkorlarimiz, mutaxassisimiz maslahatlari bor biz uchun, uni tomosha qilamiz. Ana undan keyin esa mehmonlarimiz bilan suhbatimizni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, bizdan uzoqlashmang. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi kunda kompyuterda ko'p o'tiradiganlar, tikuvchilar, massajistlar, kosmetologlarda ko'pchilikda qo'lda va bo'yinda og'riq bor. Aynan bular uchun bugun mashqni ko'rsatamiz.
Mana shu tarzda 3 minut davomida uqalaymiz. Xuddi shunaqa boshqa tomonda ham qilamiz. Va ikkinchi qo'limizni unutmaymiz. Endi esa bo'yin og'rig'i uchun mashqni ko'rsatamiz. Mana shu mashqlarni muntazam ravishda qilsangiz, qo'l va bo'yin bilan muammolar bo'lmaydi. Xayr, salomat bo'ling, omon bo'ling. Endigina ko'zlarini ochib, ishqalab mening yurtim telekanali Omon Omon dasturiga sozlanganlar bo'lsa, ularga yana bir bor tong xayrli bo'lsin deymiz. Bizda jonli efir, rostini aytsam, bu taklif qilingan mehmonimizni suhbatlariga, qo'shiqlariga o'zim ham shoshib ketayotgandim. Mana endi vaqt keldi. Biz ularni mamnuniyat bilan Omon Omon sahnasiga taklif qilamiz. Ana o'sha yuqorida keltirilgan barcha go'zal ta'riflarni sababchisi aslida bizda Yasminaxon Husniddinova bo'ladilar va biz ularni mamnuniyat ila qarshi olamiz. Marhamat. Qani marhamat. Mening shodligimsan, bolaligimsan, mening g'ussam o'zing, mening armonim. Mening shodligimsan, bolaligimsan, mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'qdir do'stim. Mening shodligimsan, bolaligimsan, mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'qdir do'stim. Ket deb haydolmasam netaman, kel deb haydolmasam
ketaman. Gap yo'q. Rahmat. Muzlatingiz bizni Yasminaxon 35 ga chiqib hech narsa qilmayotganimizni tushunib yetdik. Hali uyalib ketyapman, chiqib ketsam. Ha, shunaqa qila qoling. Xariddan ham uchunlab ketsiz qo'shiq aytganingizda. Salom Yasmina. Yasmina Alaykum assalom. qalaysiz? Xush kelibsiz. Qani marhamat, o'tiramiz. Ay, молодец. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy, lekin qoyil. Nimalar bo'lib ketdi hozir? Nimalar bo'lmadi? Nimalar bo'lib? Sizchi ovozingiz bilan bizni osmonlarga olib ketdingiz. Rostdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi keldingizmi Yasmina? Ha, yaxshi. Kayfiyatlar Ha, yaxshimi? yaxshi. Zo'r. Juda yaxshi. Biz Hozir- sizni yana ham xursand qilmoqchimiz. Albatta, Nega? bularni bunaqa jim gapirayotganlarni ko'rib hech kim unaqa qo'shiq aytadi deb o'ylamaydi. Ha, yaxshi deb kamtargina o'tiribdilar. Hozir Rustam xursand qilmoqchiligini eshitdikchi, u bu sovg'a-povg'a olib keldingizmi? Kinder syurpriz olib keldingizmi? Nima qildingiz? Lekin sovg'amizni oldinroq ko'rib qoldilar Yasmina. Aha, yo'q. Kadr ortida ko'rib qoldilar. Ya'ni ular o'zlarini yolg'iz his qilmasliklari uchun ular juda ham qadrlaydigan bir insonni studiyamizga taklif etmoqchimiz. Menimcha bu sizni xursand qiladi. To'g'rimi Yasmina? To'g'rimi? Kimni nazarda tutganimizni siz yaxshigina tushundingiz, to'g'rimi? Ha, tushundim. Sezib turibsiz, ha? Ha, aziz qadrdonlarimiz uchun, hurmatli teletomoshabinlarimiz uchun bu Yasminadan ham ko'ra ko'proq tuhfa sovg'a bo'la oladi deb o'ylaymiz, chunki bu ijodkorning tashrifi omon-omonda har doim zavqli kechgan, har doim kayfiyatli bo'lgan va ularning taronalari ko'pchiligimiz uchun sevimli. Ularning tashrifi hammamizni kayfiyatimizni ko'taradi va Necha yilda bir marta bo'ladigan voqea ularning tashriflari. Albatta. xuddi Navro'z bayramiga o'xshaydi. Biz ularni mamnuniyat bilan Omon-omon studiyasiga taklif etsak bo'ladi menimcha. Bo'ladimi? Demak, qarshi olamiz. Marhamat, ajoyib ijodkor, o'zlarini yozuvlari bor bo'lgan o'zbek estradasining yorqin vakili Ilhom Yo'lchiyev va yanada tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, DJ Piligrim. Marhamat. Aman aman, bu aman aman, aman aman, aman aman, bu aman aman. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz Ilhom aka? Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukur, zo'r Yaxshi keldim. kayfiyatda uyg'ondingizmi? 4 kundan beri vohlik turyapman. Shuning uchun yengillashdi. Ha, o'rganib qoldim. O'rganib qoldim. Ha, yaxshi. Sabab nima bunga? Ilhom aka? Birinchi kun o'sha sizlarni kasbdoshinglar boshqa televideniya ham ertalabki efirga taklif qiluvdi. 2 kun safarda edim. Ertalabki reyslar, samolyotlar ertalab edi. Shuning uchun mana bugun day Bugun number esa- 4. Bugun 4-kun. 4-kun. Omon-omon tongida sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va oxirgi yangiliklar bizni juda ham xursand qildi. Masofadan turib bo'lsa-da quvonchingizga sherik bo'lib turdik. Yasminaning natijasi va ustoz sifatida sizning natijangiz bizni quvontirdi. Italiya taassurotlari, tanlov taassurotlari haqida gaplashsak. Avvalambor ustozlar kelganda mana shu seni olib ketaman qo'shig'ini Farruh Abdurazakovich Badalbayev qilganlar Yasmina bilan. Hamda shu Italiyada Madina Ravshanovna ustozlar ishlaganlar. Taassurotli Italiyadan zo'r, xursandman. El qatori. Qanaqa taassurotlar bo'ldi? Yasmina deganlarida, Grand Prix yutib olganlarida, bu albatta kutilmas Italiyada. Birinchi ertakdek bo'ldi. Bir 20 minut, yarim soat shok holatida O'zingizga yurdim. kelolmadingiz, a? O'zimga kelolmadim, sababi syomka qilyotgandim. Xudo xohlasa anaqa dokumentalniy film chiqadi yaqin kunlarda. Yasmina to'g'risida ilk qadam deb nomlanadi dokumentalniy film. Lekin ilk qadamim yomon katta qadam bo'ldi-da. Katta qadam. 11 yoshida ilk qadam boshqacha qadam bo'ldi. Yasmina Ko'z tegmasin. taassurotlaringiz qanaqa? O'zingizdan eshitaylik. Qanaqa bo'ldi? Ijro paytida, e'lon qilishganida, ungacha qanaqa hayajonlarni kechirdingiz? Sahnada hayajon bo'ldi. Va
Chiqqaningizdan keyin yo'qolib ketdi, ha? Chiqqanimdan keyin yo'qolib ketdi. Ha. Bu baribir Ilhom aka o'ziga ishonch orqali kelsa kerak. Agar sahnada odam qo'shig'iga, uni so'ziga, tanalislariga ishonch bo'lsa, hayajonni yengish osonroq bo'lsa kerak. Lekin menimcha, mani shaxsiy fikrim, Yasmina mutaxassis, professional ijrochi. xuddi shunaqa. Hamma ish repetitsiya jarayonlarida ishlangan. O'shaning uchun sahnaga chiqqanlarida men masalan shu hayajonni sezmayman, sababi har doim ishlarini a'lo darajada bajaradilar. To'ppa-to'g'ri. Sizchi Ilhom aka, bular-ku sahnadalar, bular qaysidir ma'noda o'zlariga ishonishlari mumkin, biz uni bilamiz, lekin sahna pastida ularni ustozi yuragi qinidan chiqib ketishi kerak bo'lsa kerak-a. Ko'proq hayajonlanishadi-da ular. Yo'q, men ham unaqa hayajonlanmadim, sababi Ishonch. Ishonardingiz-a Yasmin? yo'q, unaqa bo'lgani yo'q. Men o'sha repetitsiya jarayonini ko'rdim-da, Sanremoda. Hamma 25 ta ijrochi, hammasi kuchli edi. O'shalarning qatorida borligimizdan уже men Xursand. Shuni o'zi natija deyishni boshladingiz-a? Shunaqa mamnun bo'ldim. Bo'ldi, bizga hech narsa kerak emas. Diplom bersa bo'ldi, marojniy zo'r ekan. Shu yetarli yaxshi dedingiz. vaqt o'tkazdik. Statuetka qani Yasmina? Uyda Nima yo'q kelmadi? Seyfda demadilar. U qamab qo'yilgan, hech kimga berilmaydi. Yo, endi olib kelinglar deganingizda olib kelardik. Mayli, biz his qilib turibmiz. Uni Unga yonimizda basseyncha qilib qo'yinglar-da, u delfincha-ku. Basseyncha qilib qo'ysanglar olib kelamiz keyingi safar. Tanlov haqida o'zi oldindan xabardormidingiz? Ya'ni qancha muddat ichida o'tkaziladi? Avvallari qanday bo'lgan? O'zbekistondan ishtirok etganlar bo'lganmi? Hech narsani bilmasdik. Shu Zo'r TV ovoz loyihasida. ovoz loyihasida final. Shu ular boshlashgan. Hujjatlar topshirildi. Men nima bilardim? Masalan, men yoshligimda onamlar ko'rardilar-da o'sha Sanremo festivalini. Shu esimda bor, u Sanremo qanaqadir kuchli festival bo'lsa kerak. Shunaqa assotsiatsiya edi menda, lekin nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan men bilmasdim. Lekin o'ylamagandingiz, o'zingizni shogirdingiz qachondir o'sha festivalda qatnashib Grand Prixni oladi deb, ha? O'ylamaganman. Demak, qanaqadir niyatingiz xolis bo'lgan ekan ichingizdan. Xo'p, Yasmina, siz ham gapiring yoki qo'shiq kuylab gapiring xohlasangiz. Sanremoda o'rtoqlar topdingizmi Yasmina? Ya'ni kimlar bilan tanishdingiz? Kimlarning ijrosi sizni maftun qildi? Sahnada nimalarni his qildingiz? Aytib bering endi bir. hamma bilan o'rtoq bo'ldim. Shu 25 ta davlat bilan. Hammani ashlasi kuchli ekan, hamma kuchli. Repetitsiyada yo'q bildingiz-a ularni ijrolari haqida? Repetitsiyada tanishdim va ijrosini ham ko'rdim. Sezdingizmi ichingizdan? Men yutsam kerak deb yoki qanaqadir o'sha u yoqda qatnashganlarning ichidan menimcha yoki shu yutsa kerak deb shunaqa o'tdimi ichingizdan? Bo'ladi-ku baribir. Taxminlar bormidi? Mana tasvirlarda ham ko'ryapmiz Yasminani hayajonini va atrofdagilar ham unga maftun, natijadan ular quvyapti va Ilhom aka o'sha paytda sizni hayajoningizni, zavqingizni ko'rdik biz ijtimoiy tarmoqlarda. Ko'rdik. Mana statuetka, garchi bu omon studiyasiga kirib kelmagan bo'lsa ham kadrlarda ko'ryapmiz. Xo'p, Yasminaxonni kutib olish jarayoni ham menga to'g'risi juda ham yoqdi. O'sha aeroportda kutib olindi, adashmasam, u yerda kelganlarida. Aeroport. Karnay surnaylar sadosi bilan yaqin insonlar va bu ham albatta Yasmina bunga arziydi. Albatta, bu ham Yasminaxonni kelajakdagi yanada ko'proq natijalarni qayd etish haqida ularga xabar beradi. Endi deydi-ku, o'sha ko'rsatkichni baland olib qo'ydingiz. Endi uni yana ushlash kerak, davom bo'lish kerak. Davom ettirish kerak, chunki yoningizda mana shunaqa mutaxassis ustoz murabbiylaringiz bor. Har yo'nalishdan, har sohadan, musiqani har bir notasidan, taktidan sizga tushuntirish ishlarini olib boradigan. Ijtimoiy tarmoqlarda Ilhom akani ko'rib, boshqa chet ellik vakillar bilan suhbatlarni ham ko'rdik, video murojaatlarni ham ko'rdik. To'g'risini aytsam, juda ham xursand bo'ldim, juda ham g'ururlandim. Va bu davomiy bo'lsin, Yasminaxon. Yasmina, endi bundan bu yog'iga qanaqadir festival, konkursda qatnashish niyatingiz bormi? Albatta niyatingiz bor, qaysi? Xalqaro. Siz savol bering-da, undan-da kattasi nima bor, o'shanga borib ko'raman. O'sha nima bor Yasmina. yana? Rejalar bordir-a? Rejalar
yo'q hali. Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Hazm qilyapsiz bu natijani. O'zbekistonga kelishingizdagi taassurot qanaqa bo'ldi? Hamma zo'r e'tibor bilan kutib olishdi sizni, to'g'rimi? Men kutmadim, Aha. o'ylamadim, meni kutib olishadi deb, lekin chiqqanimda hamma bayroqlar bilan, kaynash surnay bilan Aha. kutib olishdi. Faxrlandingizmi? Nima qilishyapti bu yoqda bo'ladi deysizmi? Faxr his qildingiz? Aha, nechinchi maktabda tahsil olardingiz? Musiqa maktabmi? Yo'q, oddiy maktab, o'rta ta'lim. 51-maktab. Nechinchi sinf? 5-sinf. 5-sinf. Men Qoyili. uyalib ketyapman. 5-sinfda dunyoni zabt etgan qiz. Sinfda Qoyil. Qo'shiq aytishni o'rgating, Yasmina. ustoz murabbiylaringizni yoki bo'lmasam sinfdoshlaringizni munosabati qanaqa bo'ldi sizga? Kutib olishdi, ular. Ular ham bormi? Sensatsiya, bir yilda bir marta keldi Yasmina deb hammasi xursand bo'lib ketdi. O'zi Maktabga borganingizda Kam borasizmi maktabga, Yasmina? Endi repetitsiya bo'lgani uchun kam boryapman, Repetitsiya. lekin Aha. hozir ko'p boryapman. Ha, bo'ldi. Endi natija qayd etildi. Endi ko'p boryapsiz. Ha. Lekin yana bir narsa yetkazishga bor. qiynalmayapsizmi fanlarni? fanlarni o'zingiz o'zlashtirishga qiynalmayapsizmi? Yo'q. Bormagan Yaxshi. kunlaringiz Bir ta'siri narsa bordi. bilinmadi? Mana hozir Ilhom akam uni yaxshi biladi. Oddiy ovozi bor qo'shiqchidan aqlli xonanda farqlanadi. Aql u ko'proq bo'lishi kerak, to'g'rimi Ilhom aka? Shunchaki ovoz uni sahnada bor imkoniyatini ochib berish uchun yoki bo'lmasam natijani qayd etish uchun xizmat qilmasligi ham mumkin-da. U ovozdan oqilona foydalanish u ham ijodkorni ko'proq aqliga, uni salohiyatiga, eruditsiyasiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun maktabda biz ishonamiz sizni yaxshi baholarga o'qishingizni. Albatta. Bormagan bo'lsangiz ham. Endi bundan bu yoqqa sizga 5 baho qo'yishaveradi. Grand Prix olganingiz uchun. Ishoning, matematika baribir bizga begona. Yo'q, San'atkorlarga. matematikada men yaxshiman. Yaxshi o'qiysiz. Yasmina shaxmatist qiz. Yo'q, yana qancha Ana talantingiz qarashlar bor. farqli bo'lib chiqdi Bahodir. Akalarini bilardik. Shaxmatdan ham ular chempion bo'lganliklarini. Lekin Yasminaxon o'zingiz ham qiziqar. Akangiz yutib qo'ygan paytingiz bo'lganmi shaxmatdan? Bir 2 marta bo'lgan. 2 marta bo'lgan. Aka bo'lgan hayron qolib qoldim. 2 marta bo'lgan narsa 3-marta ham Bo'ladi. O'zbekiston chempionini shaxmatdan ham yengib qo'yganlar-da. Yana 7 karra edi, adashmasam, shaxmat bo'yicha jahon chempioni edilar. 4 karra adashmasam. 4 karramidi. Chunki bundan oldingi dasturimizda ancha bo'ldi, suhbat qilganimizda akalar bilan suhbat qilgan edik. 4 karra chempion. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, kelinglar endi shu joyga bitta qo'shiq eshitsak, undan keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. To'g'risi maza qilyapmiz va teletomoshabinlarimizda ham bu zavq bor va tarona ijro etilgan paytda Jasmin bolalar raqs guruhidan birgina solist ijrochi qo'shiqni yanada bezab berishga xizmat qiladilar. Ajoyib kompozitsiyani guvohiga aylanamiz. Ham qo'shiq, ham raqs. Omon-omon studiyasida. Qani marhamat. Marhamat. Moi la chanteuse à demi
Rahmat. Yosh Gap yo'q. ijrochilarimizga tashakkur bildiramiz. Bizda qisqa fursatli reklama bor. Undan keyin esa yana studiyaga qaytamiz va suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Azizlar, biz Omon studiyasini eng totli nuqtasiga yetib keldik. Biz oshxonadamiz va bu yerda hech narsa tayyorlamasak ham, lekin bizga kelgan tayyor SMSlarni o'z egalariga yo'llaymiz. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli Omon ko'rsatuv boshlovchilari, hammangizga xayrli kun. Bugun Saodatxon opajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Albatta tabriklaymiz. Bizga Olim aka Toshquvvatov yozyaptilar. Ko'k dalada tarvuz pishdi, kelinglar omonchilar deb yozibdilar bizga. Qoyili, biz dovcha pishgandan xabarimiz bor edi, lekin tarvuz pishganini bilmay qolgan ekanmiz. Kelinglar. Assalomu alaykum omon ko'rsatuvi ijodkorlari, tong xayrli bo'lsin. Urgutdanman, Berdiyor do'stimni tug'ilgan kuni 20 yoshni qarshi oldi. Iltimos tabriklab qo'ying. Mana yetkazdik. Sheroboddan kelgan salomlar bor. Dilmurod aka, sizga ham salomlar yo'llaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Farg'ona viloyati Quva tumanidan Yorqinoy opajonimiz bizni har doimgi kuzatuvchimiz va muxlisimizlar. Yorqinoy opa, umringiz uzoq bo'lsin. Sizga ham kattakon rahmat. Assalomu alaykum, omon zo'r. Assalomu alaykum, Marg'ilondan salomlar. 85 yosh bu jonim 85 yoshga kirdilar. Tabriklab qo'ying. Iltimos, tabriklayapmiz. Lekin bu jonim 85 yoshlariga kirgan bo'lsalarda hali ham zamonaviy buvijon bo'ladilar dedilar. Rahmat kattakon, zamonaviylik hamroh bo'lsin. Yasminaxon va Ilhom aka, omonga xush kelibsiz. Ko'rdik-ku, xursand bo'ldik. Shu yoshdagi ijodingiz bundan-da gullab yashnasin. Mukofotlar muborak bo'lsin deb yozishibdi namanganlik muxlislarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli omon ko'rsatuvi boshlovchilari, hammangizga xayrli kun. Bugun Saodatxon opani tabriklaymiz. Assalomu alaykum, omon ko'rsatuvi DJ Piligrimni anchadan beri ko'rmagan edik, ko'rib xursand bo'ldik. Shogirdlari bilan birgalikda ularni tabriklaymiz deb yozishibdi. Tabriklab qolamiz albatta. SMSlar bor bizda. Yana bir SMS bizni mehmonimiz Yasminaxon uchun kelgan. Yasminaxon, tong xayrli bo'lsin. DJ Piligrimni aynan nima uchun tanlagansiz degan savol bor, lekin bu savolni biz birozgina oldin ham ularga berishga tayyor bo'lib turgandik. Mana bu o'ylab turing, yaqin daqiqalar ichida javob olamiz sizdan. Yoki hozir javobini olaylik. Yasminaxon, nima uchun aynan siz ustozlar borasida Botir Qodirov, Sevara Nazarxon yoki bo'lmasam DJ Piligrim, 3 ta ustozdan aynan DJ Piligrim janoblarini tanlagansiz? Nima uchun? Chunki men yangi janr nima deyiladi? O'sha janr yangi narsani qilib ko'rmoqchi edim. Yangilik xohladingiz, ha? Ha, yangilik ochmoqchi edim o'zimga va ochdim, rep aytdim, yana har xil narsalar aytdim. Sizda qanday taassurotlar bo'ldi? Masalan, Yasminaxon aynan boshqa hakamlarni emas, sizni tanlaganlarda qanaqa bo'ldi? Masalan, shunaqa zo'r ovozi bor qiz. Birinchi fikrim, obbo, endi ishlash kerak bo'ladi deb. Shu bo'ldi, mas'uliyat kuchli bo'ldi, endi ta'til tomon bo'ldi degan fikr keldi. Ha, ichingizdan qanaqadir qo'shiqlar topib qo'ymadingizmi? Bu qizga men bu qo'shiq to'g'ri keladi deb o'ylamadingiz, ha, o'sha payt? Yo'q, men ko'proq prodyuser sifatida ishladim. Repertuar tanlashga ham mutaxassis bor edi, Farruh Abdurazakovich Badalbayev. Ularga ishontirib qo'yganman bu narsani. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullandi, bizning jamoada. Shuning uchun natija mana shunday bo'ldi, menimcha. Xudo xolasa, ya'ni bir necha mutaxassislardan ular tavsiyalarini oldilar-da dastur davomida, to'g'rimi? To'g'ri. Yana bir kelgan SMS bor ekan bizga. Mirg'ayrat Akbarov yozyaptilar. Assalomu alaykum, Parkentdan salomlar. DJ Piligrim, Ilhom aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz, lekin iltimos deb yozilyapti bu yerda. O'zingiz ham qo'shiqlar kuylashni kanda qilmang, chunki sizni qo'shiqlaringiz bilan biz katta bo'lganmiz deb yozilgan SMSlar bor ekan. Rahmat kattakon. To'xtatganimiz yo'q. Hamma ijod musiqiy platformalarda bor. Oxirgi 2 yil ichida 24 ta nashr chiqazganmiz. O'shaning uchun Yandex Muzika, Spotify, Apple Music, hamma yerda yangi asarlar juda ko'p. Jahon miqyosida, masalan, Detna stili qo'shig'i 128 ta mamlakatda o'ynayapti. Reytingi juda kuchli.
O'shaning uchun biz ham zamondan qolib ketmayapmiz. Qolishmaslik kerak, harakat bor. Oxirgi paytda Tojikistondan klip oldik. Tojikistondan kelgan salomlarimiz ham bor. Assalomu alaykum, Tojikistondan sizni kuzatyapmiz. Lekin bir savolimiz bor. DJ Piligrim nima uchun ko'z oynakda o'tiribdilar? Salomatliklari yaxshimi? Ko'zlari bilan muammo bormi degan savol kelgan. Endi Yaxshimisiz Ilhom aka? ko'z bilan umuman muammo yo'q. Birinchidan bu optiskiy ochki, optika. Men ko'zim unaqa yaxshi ko'rmaydi. Ikkinchidan Chiroq nuridan. televideniya har doim mana bu sapfirlarni yoqib oladi-da. Mana bunday o'tirish kerak. Endi sizlar o'rgangansizlar. Men hech shu hayotimda anaqa o'rgana olmayapman. Sababi mana shu chiroqlardan odam bemalol расслабиться qilib o'tira olmaydi. Ham 4-kun bugun. Ertalab uyg'oningiz. Shuning uchun hammasi birgalikda. Xo'p, ovozingizga gap yo'q, Yasmina qizim, omadingizni bersin. Ko'z tegmasin. Boshlovchilarim quvnoq, bolajonlarim Rustamjon, Bahodirjon, Kumushxon. Dastur juda chiroyli bo'lyapti. Rahmat katta. Biz o'sha Jizzaxlik muxlisingiz. Ilhomjonga ham omad tilayman. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar sizlar ham. Andijondan kelgan nomalar bor. Tongingiz xayrli bo'lsin. Bu ikki ijodkorni ham ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Aynan omon-omon dasturi orqali ularni boshqa qirralarini bilyapmiz deb yozishgan va yana bir SMS kelgan. Bu SMSni o'qib eshittirish qanchalik to'g'ri bo'lar ekan bilmadim-u. Yasminaxonga qancha pul mukofoti berildi bu tanlovda g'olib bo'lganlari uchun deyilgan. Moliyaviy masalalarni ochamizmi yoki yo'qmi bilmadim lekin. Xo'sh. Endi Sanremo Juniorda hech qanaqa pulli mukofot yo'q. Shu jahon chempionat vokalistlarining ichida shu bayrog'imizdan tepa ko'targanimizda u Natija. milliard dollarga ham Teng kela sotib ola olmaysiz. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Bu butun umrga qoladigan esdalik. Bu tarixiy voqea bo'ldi. Tarixiy voqea. Shuni o'zi katta pullardan ham balandroq bo'lsa kerak qiymati. Assalomu alaykum, Yasmina ijodlariga omad. DJ Piligrim va nihoyat sizni ko'ryapmiz va bundan bir necha yil oldin siz bilan suhbat qilgandim. Hozir o'zbek tilida ancha yaxshi gapiryapsiz deb yozishdi bu yerda. Albatta bu sezilyapti biz uchun ham. Rahmat. DJ Piligrimga salomlar. Yasminaxon shu yili 10-yanvarda omon-omon ko'rsatuvda mehmon bo'luvdilar. Italiyada ovozlari zalni titratib yubordi. Ovozlariga ko'z tegmasin. Yasminaxonga, Jasmin raqs guruhiga, Ilhom akaga omadlar. G'ijduvondan Yasminaxonning ustozlariga ham omad. Juda ko'p SMSlar kelyapti. Mana hozirgi SMSimiz ham Sankt-Peterburgdan sizlarni onlayn tarzda tomosha qilyapmiz. DJ Piligrim janoblarning qo'shiqlarini eshitamiz va ularni doimo muxlislarimiz deb yozishyapti. Salomlar bor ketma-ket Yasminaxonga va umuman olganda hozir yana 48 ta SMS xabarlari hozir bizga yangi bo'lib kelganlar bor. Lekin ularni hammasini o'qib eshittirsak mehmonlarimiz bilan suhbatimiz qolib ketadi. Shuning uchun biz qizg'in suhbatga yana kirishamiz. Marhamat, ketdik. Bu omon na na day bu omon na do bu omon Studiyamizga xush kelibsizlar, qadrli hamkasblar. Juda uzoqda o'tirib oldik, zo'rg'a eshitdik, to'g'risini aytsam, yana quloqchin tiqib olganmiz qulog'imizga. Eng qizig'i, yana qaytarib aytaman, Yasminaxon qo'shiqni shunaqa baland aytasiz, shunaqa past gapirasiz. Men shunaqa qilib quloqimni ochib eshitdim hozir. Qo'y lekin. Bu ham aslida tarbiya, bu ham tarbiya, baland gapirmaslik va bilasizmi, bularni yoshlarda bunaqa natijalarni qayd etgan bolajonlar allaqachon menimcha yo'q, bugun men hech qanaqa omon-omonga bormayman, uxlayman, bo'ldi deb o'zlarini xarakterlarini ko'rsatishni boshlasalar kerak. Sizlarga sir ochaman. Hozir sizlar u yoqda gapirayotganingizda men aytdim. Charchagan bo'lsangiz, Yasminaxon yig'ishtiringlar mana shu tadbirlarga chiqishi sababi endi bolalik bo'lishi kerak. Ha. O'yin qarorli bo'lishi kerak. Bo'ldi, bu nuqta qo'yildi, oxirgisi. Javob qanday bo'ldi? Hammaga xayr, takliflarni ham tushunarli, biz oxiri bo'lganimizdan xursandmiz. Omad qilib boqib. Lekin omon-omonga taklif etishga ulgurdik.
Ilhom aka, yuqorida biz Italiya haqida ko'p gapirdik, tanlov haqida ko'p gaplashdik. Meni sayohat zavqi qiziqtiryapti. Endi O'zbekistondan Italiyaga borildi, tanlov o'tkazildi. Endi yaqin masofa emas, o'ziga xos sayohat qilishga arzirli mamlakat. Yana qayerlarda bo'lindi, nimalar ko'rildi, sayohat qilindimi? Bunga to'xtalib o'tsak. Yasminaxonda 2 kun bo'sh bo'ldi. 3 ta mamlakatda aylandingiz. По-моему, Fransiyada bo'ldilar. Qo'shni davlatlar. Monakoga o'tib keldingiz. Monako. Monte-Carlo. Monte-Carlo bu keyin Nitsa shahrida bo'ldilar, Fransiya. Qalay bo'ldi, Yasmina? Vatikanda bo'ldilar. Vatikan, Italiya. Italiya. Rimga o'tib keldilar. Qancha? Qaytishdi. Qanchalik zo'r, a? Mazza. Ilhom aka, bu safarlar chet el mamlakatlarini ko'rish, qanaqadir kliplar uchun, qo'shiqlar uchun yana bir yangi g'oyalar, yangi bir izlanishlarga turtki bo'lsa kerak, to'g'rimi? Menimcha mutaxassis professional ijrochilarda tursin. Hech qisi yo'q. Professionallarda bunaqa narsa yo'q. Nimadan tashqaridan ilhomlanmaysiz, ichkaridan ilhomlanasiz. Masalan, men sarguzasht qilganimda faqat hamma narsani o'ylamayman, faqat shu yangi joy, O'sha lahza bilan band bo'lasiz. ijodni umuman o'ylamayman. Ko'p borib turar ekansiz, menimcha adashmasam o'tgan yil ham Parijda Chempionlar Ligasiga borgansiz, to'g'rimi? Futbolga. Parijda ko'pincha tranzit o'taman Parijdan, shahridan, lekin unaqa yaxshi ko'rmasdim Parijni. Shunchaki Lekin oxirgi payt shu bahor faslida yoki kuz faslida Parij parklarini aylanish bu juda Boshqacha zavq. Boshqacha. Juda ko'p tabiati bor, juda go'zal parklari bor. Hamda My5 teletomoshabinlarga aytmoqchiman, men o'zbek tilida YouTube'da vloglarim bor, sarguzasht sirlari. O'tgan yili 26 ta vlog olibman, o'shaning uchun o'sha DJ Tomosha Pilgrim qilishimiz deb mumkin. YouTube'ga kirsanglar, Bemalol tomosha qilsa Granada, bo'ladi. Granada shahridan juda go'zal vlogim bor. Ispaniyada oldin xalifat bo'lgan, 11-asrdan 14-asrgacha. O'sha Granada, hattoki Madrid xalifati poytaxti bo'lgan. Kordoba va hokazo ko'p shaharlari hammasi islom madaniyatidan qolgan meros. Va bu juda ham ajoyib kontrast, to'g'rimi? Juda bugungi kunda. Yo'q, endi masalan Granada shahrida Algambra degan saroy bor, shahar ichida shahar. Shunaqa o'ylangan, bu 11-asrda qurilgan, akveduklar qilingan, tepadan tog'lardan suvlar shaharga olib kelingan. Juda chiroyli shahar. Dunyo kezish qanday zavq beradi va biz uni batafsil YouTube'da albatta tomosha qilib olamiz. Ilhom aka, bizni klipingiz qiziqtiryapti. Adashmasam muxlislaringiz sizdan yangi klip klip. kutishayotgandi. Xudoga shukr, bitta katta record label bilan shartnoma tuzildi. Hamda u record label katta pul avans berishdi. O'sha hamma pulni kliplarga ishlatyapman. Bir paytda o'zida 3 ta klip olindi. Hozir Detnastiliga klip olindi. Keyin yangi qo'shiq Pari-Mari fransuz tilida hamda o'zbek tilida Seniman degan qo'shiq Moskvada klip olinyapti. U hozir 2 ta klip уже tayyor bo'lgan, lekin 3-chisi tayyor bo'lmagan. Sababi Moskvada birdaniga qor yog'ib, sovuq bo'ldi. U yoqda bosh qahramon qiz mototsikl haydab yurish kerak. Qor yog'yapti, qiz hayda olmayapti, sovuq bo'lyapti. Nafaqat haydash mototsiklni, просто ko'chani o'zida bo'lish, o'shanga syomka jarayoni to'xtalgan. Shuning uchun may oyida Detnastiliga klip chiqazamiz. Iyun oyida shu Pari-Mari chiqadi. Hamda iyul oyida shu o'zbek tilida Seniman degan qo'shiq Moskvada olingan klip, uni chiqazamiz. Yaqin kunda 3 ta klip chiqadi. Yasminaxonni ham ko'rdimmi, adashmasam u yerda? Da, Yasminaxonni ham bordilar. ozgina qo'shib tashladik ichiga. O'zi umuman ikkalangizni qanaqadir duet kuylash niyatingiz bormi? Bizda Duet yaqinda kuylandi. Yana kelajakda. Ko'ramiz. Ozgina vaqt o'tsin.
Bu duetning natijasiga qaraymiz-da. Bu gapni Yana bir aytganimdan narsa-da. keyin Yasmina kulib qo'ydi-da, xursand bo'ldi. Ha, ichida aytyapti. Ha, bor niyatim hali deb Ilhom aka, o'ylashdim. mana hamma qo'shiqlaringizni eng birinchisidan to oxirgisigacha eshitganimda sizni nimadir aytmoqchi bo'lgan gapingiz bo'ladi bu qo'shiqlarda. Va ularning hammasi qanaqadir bir shunchaki chiqarilgan qo'shiq yo'q. Dilik to'y uchun, qanaqadir birorta bir tadbir uchun yoki bo'lmasam biror bir bayram uchun atalgan qo'shiq yo'q. Savolingizni tushundim. Masalan, rassom ham yaqqol chizmaydi. Masalan, bu asarga qarab siz O'zingizcha tahlil qilasiz. o'zingiz his tuyg'ungiz bo'yicha o'zingiz xulosa chiqarishingiz kerak. Albatta. Shuning uchun eng asosiy narsa ijodkorni asari gapirish kerak. Hamda o'sha asar ichida har bitta ruh, har bitta ko'ngil o'ziga yaqin narsani sezish kerak, tushunish kerak emas. Chunki tushuncha u miyadan chiqadi. Ham musiqani asosiy maqsadi yurakni Bu hissiyot. Hissiyot. Uni his qildirish kerak. Ijodlar bardavom bo'lsin. Mana Qarashlaringizni nima uchun qo'shiqlar hit bo'ladi? Suv keladi mo'ridan, shu joyga eshitsak nima deysiz? Mayli. Zo'r kayfiyat taqdim etamiz. Omon-omon tongida suv keladi mo'ridan. Qani marhamat. Quyosh o'lkan O'zbekiston do'stlarimga salom assalom suv keladi mo'ridan yor yor yorovning mo'ridan ham naridan yor yor yorovning suv keladi mo'ridan yor yor yorovning mo'ridan ham naridan yor yor yorovning akaginam aylantinay yokilimni doridan yor yor yorovning akaginam aylantinay yokilimni doridan yor yor yorovning ey jaqala ey ufa ey jaqala ey ufa babo jaqala ey ufa na 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 ariq bo'yida tollar chipra dalle dalle tollardagida kimlar chipra chipra dalle ariq bo'yida tollar tollardagida kimlar chipra chipra dalle kim ekan bu botirlar chipra dalle dalle shuginani kim olar chipra chipra dalle kim ekan bu botirlar chipra dalle dalle shuginani kim olar chipra chipra dalle ey ufa ey jaqala ey ufa ey jaqala ey ufa bobo jaqala ey ufa kim oladigan shuginaniga kim oladigan shuginaniga man olaman shuginaniga man olaman shuginaniga botir bo'lsang-da o'zingni ko'rsat erkil bo'lsang-da o'zingni ko'rsat o'zbegining qiziman ozod yurt farzandiman aylana yurtimizdan mehmon do'st xalqimizdan na 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 Ya qoyil.
Yasminaxon, mana Ey, dastur qoyil. davomida biz kumushni ko'p kuzatardik-da. Rosa mazza qilib o'ynadilar. Da, mazza O'sha ketib qolgan davlatlaringizga balki yoningizda raqqosa qilib olib ketarmikin sizni ko'rsatishga Kerak bo'lsa harakat shundoq borib beraman. xo'p? Rahmat kattakon tashrif Yasmina, uchun. rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun. Natijalar bundan-da zo'r bo'lsin. Ilhom aka tashrifdan juda ham xursand bo'ldik va sizlarni bugungi kuningiz zo'r kayfiyatda davom etishiga tilakdoshmiz. Rahmat katta. Yasminning ota-onalariga ham tashakkurimizni bildiramiz. Albatta e'tibor uchun, ularni birgalikda olib kelganliklari uchun. Ijodiy parvozlar bardavom bo'lsin. Aziz qadrdonlar, shu o'rinda omon-omon dasturining ushbu soniga yakun yasaymiz. Yana omon-omon kunlarda omon-omon dasturda diydorlashguncha xayr. Omon bo'ling. Bo'ling.